Faqat taom yeyish uchun sayohat qilsangiz, qaysi davlatga borgan bo'lardingiz? Italiyaga. Pitsa yeyish uchun. Makaron bilan. Turkiyaga. Ya'ni taomlar Ha. Germaniyaga. nima uchun? Chunki Germaniyani aholisi menga juda ham yoqadi. Tartibli ham ovqatlanishda ular asosan soniga qarashadi, me'yoriga. Ortiqcha tartibsizlik bo'lmaydi shuning uchun. Gruziya. Taomlari yoqadi. Tushunarli. Albatta musulmon davlatga. Arzonroq bo'lganligi uchun balki Malayziyaga. Taom yeyish uchun chiqsammi? Turkiya yaxshi. Turkiyaga borgan bo'lardim. Taomlar yoqadi. Ha. Tushunarli. Turkiya. Taomlar yoqadi. Da, yaxshi yoqadi. Aynan qaysi taom yoqadi? Men. Kebab, shunaqa taomlar juda ham yoqadi menga. Turkiyaga. Pahlavasidan yerdim.